Davom etamiz. Milliy media birlashmasiga a'zo ayollar media klubi xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish, ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirmoqda. Ayollarning bandligini ta'minlash, uydan chiqmagan holda o'z tadbirkorliklarini yo'lga qo'yish uchun Greenleaf, ya'ni Yashil yaproq korporatsiyasi tashkil etilgan edi. Bugunga kelib korporatsiya orqali 5000 dan ziyod hamyurtlarimiz o'z biznesiga ega bo'lishdi. Kuni kecha mazkur tashkilotning yana bir yangi filiali ochildi. Greenleaf korporatsiyasi Shveysariya, Italiya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya davlatlari kompaniyalari va ilmiy tadqiqot institutlari bilan xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Shuningdek, Janubiy Sharqiy Osiyo, Afrika, Sharqiy Yevropa mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida o'z filiallariga ega. Greenleaf O'zbekiston kompaniyasi ham shular jumlasidan. Kundalik ehtiyojlar uchun barcha turdagi ekologik toza mahsulotlar savdosi